Bu dunyoda ko'z oldimizda turayotgan kam kutusiz tamponliq, mushu tamponliqni o'rinlashtirgan Janobi Allohning borligiga quyoshdak ro'shan dalildir. Masalan, bu dunyodagi butun mahluqotlar mikroorganizmlardan tortib o'simlik va hayvonotlargacha hamma narsa bu dunyoni o'zining qilib olishning ko'yida. Halbuki ularning bu ishg'oliyatchilik xohishi va orzusi muayyan bir kuchning to'sqinligiga uchraydi. Natijada ularning hammasi ma'lum bir chekdan o'tolmaydi. Masalan, bir mikroorganizm muvofiq sharoitni topsalar 44 soat ichida yer sharining 5000 hassichilik eg'irlikda cho'ngiydi. Agar bu mikroorganizm o'zi xohlagancha cho'ngiy olsa, o'zi yolg'izla bu dunyoni egilib olgan bo'ladi. Lekin boshqa jonliqlarning yashash huquqini kapolatga ega qilish uchun bu mikroorganizmning undoq cho'ngiyishiga ruxsat qilinmagan va xilma-xil kushandilari bilan kurash qilishga majburlanib, dunyoni egilib olish xohishi to'sib qilingan. Dengizlarda millionlagan tuxum chiqaradigan baliqlarga cheklama qo'yilgan. Agar ularga cheklama qo'yilmasa edi, baliqlarning har turi o'z tipidagi baliqlar bilan birlashib, dengizlarni egilib olgan, tamponliqmi buzilgan bo'ladi. Masalan, bir qisqushbaqa har yili 7 million tuxum tug'adi. Agar ashu tuxumlarning hammasi qisqushbaqa bo'la olsa edi, bir necha yil ichida dengizlar qisqushbaqalarga to'lib toshgan bo'ladi. Tishliq teriska biliqimi har yili 6 million tuxum tug'adi. Agar shu tuxumlardan chiqqan barliq teriska biliqlari yashay olgan bo'lsa, dengizlar bir yilga qolmayla teriska biliqiga to'lib ketadi. Halbuki teriska biliqidan faqat ozg'ina bir qismi hayot qilib, boshqa hammasi dengiz hayvonlariga yem bo'lib ketadi. Agar biliqlar va boshqa dengiz hayvonlari o'zi xohlagancha ko'payadigan bo'lsa, bir yil ichida butun dengizning 4-3 qismining jonliqlarga to'lib toshadiganligini va ular chiqargan laylatqalarning butun dengiz suyini bulg'ib yetadiganligini faraz qilish tez emas. Lekin buningga yo'l qo'yilmay, dengizlarda nihoyatda inchki tamponliq hukm surmoqda. Bir tur uy chashqanining bir yil ichida 400 ga, ikkinchi yili 65 mingga qadar ko'payadiganligi isbotlangan. Agar chashqanlarning ko'payishiga cheklama qo'yilmagan bo'lsa, 2 yil ichida yer yuzini 2 g'irish qilinlikda chashqan qoplab ketadi. Bir vaqtlarda Avstraliya bog'chilarining atrofiga chitning o'rnida foydalanish uchun bir xil kaktus guli ko'chirilgan bo'lib, bu kaktuslar qisqa vaqt ichida nihoyatda ko'payib ketgan. Natijada Angliyaning cho'ngliqida keng doirani qoplab olgan. Etizlarni va ziroatlarni vayron qilgan. Hukumat doiralari har qancha qilmo uning ko'payishining oldini ololmagan. Oxiri hasharashunoslar yordamga chaqirilib, ko'plagan tadqiqotlar ilib berilgan. Tadqiqotlar natijasida bu kaktus daraxining o'z tuproqida bundoq zo'r darajada ko'payib ketishini to'sib qolgani, daraxt ustida yashaydigan bir tur hasharat ekanligi isbotlangan. Shuningdan keyin mazkur hasharatga Avstraliyadagi kaktuslarning ustida yashay oladigan muhit hozirlanib, mazkur hasharatning Avstraliyada ko'payishi kapolatga ega qilingan va shundoq qilib kaktusning ko'payib ketishini to'sib qola olgan. Demak, o'zini shunchavala cho'ng chog'laydigan insonlar qilolmagan ishni kichikkina hasharatlar qilgan va muhit tamponligini saqlab qolgan. Olam bo'shliqidagi oksigenning tamponligicha. Olam bo'shliqida 21% oksigen, 77% azot, 2% atrofida boshqa gazlar bor. Agar oksigenning miqdori 21% dan kichikkina ko'p bo'lib qolgan bo'lsa, o't qalash uchun gungurtni yoqqaningizda butun dunyoni o'tga aylantirib o'tishingiz mumkin edi. Yoki oksigen miqdori kichikkina oz bo'lib qolgan bo'lsa, gelimizni yeb bo'g'ib olgandek nafas ololmagan bo'lardik. Buningga o'xshagan misollarni yanada ko'paytirish, hatto koinotdagi tamponliq haqida bir kitob bitkizish mumkin.
Her fanning temisi mushu tamponliqqa markazlashgan bo'lib, har bir fan olamda tamponliq borligining eng rostchil guvohchisidir. Biz koinotdagi tamponliqqa munosabatlik boshqa minglagan misollarni shu sohaga munosabatlik kitoblarga havola qilib, Allohni inkor qilmoqchi bo'lganlardan mundoq so'raymiz. Bundaq inchki tamponliqning tasodifiy hosil bo'lib qelishi va necha ming yillar mobaynida tasodifiy davomlashishi mumkinmi? Agar mumkin bo'lmasa, koinotdagi hayron qolarlik bu tamponliqni kim o'rnatgan? Mavjudotlarning koinotni egilib olish xohishini kim to'sib turyotidi? Kim ularning koinotni egilib olishining oldini ilyotidi? Biz Alloh deymiz. Ammo siz-chu?